yoshlarimiz nimaga qodir ekanligini, u jang bo'ldi kecha. Haqiqiy qahramonlik bo'ldi kecha. Millatimizni nimaga qodir ekanligini bilasizlarmi? Odam yuragi shunday sanchib o'tirdiki, endi bolalar endi o'zini shu men Amir Temur qoni bormanda, men o'zbekman deb o'zini shunday jasorat bilan yutdi-da ular. Yo'llardan o'tdik, sinovlar kam bo'lmadi, lekin bu millat hech ham taslim bo'lmadi. Bugun esa vaqt keldi, bizni tan olsin jahon. Bu faqat boshlanishi oldindadir O'zbekiston. Bu nima? Bu ham mana esa bu futbolni men ochiq gap o'zim qo'lga olganman. Hamma korrupsiyonni olib tashladim. Agar eshitgan bo'lsalaring, futbolda juda ko'p odamlarni haydab yordim, ichini tozaladik. Yosh bolalarda haligi tanish bilish bo'lmagan haqiqiy jaydari bolalar ular. Hech qaysini orqasida bir odami ham yo'q, hech kimi yo'q. Shuning uchun agar adolat bo'lsa, adolat, korrupsiya bo'lmasa nima bo'lish mumkinligini kecha futbol ko'rsatdi. Bo'rilar vatan uchun, millat uchun, What a moment! bo'rilar Uzbekistan on level! orzu uchun. A